Odatda transatlantik aviakompaniya ochish uchun Boeing 747 kerak. Bu esa yuzlab million dollar turadi. Lekin Bransonda puli yo'q. U telefon xizmatidan Boeing kompaniyasining raqamini so'rab topadi va qo'ng'iroq qiladi. Menga ishlamay turgan Boeing 747 ni ijaraga bera olasizmi? Javob esa shunchaki go'shakni qo'yib qo'yishadi. U qayta qo'ng'iroq qiladi. Oxiri kommutatordagi ayol siz kimdan javob olishingiz mumkin bo'lgan odamga yo'naltiraman deydi. Ayol va uni Boeingning tijorat savdolari bo'yicha boshlig'iga ulaydi. U kishi Bransonga shunday deydi. Janob Branson, har bir mamlakatda faqat bitta mijoz bo'ladi. Siz bu mijoz emassiz. Masalan, Buyuk Britaniyada bu British Airways. Shuning uchun gaplashadigan mavzu yo'q. Branson esa javob beradi. Men sizning gaplaringizga mutlaqo qo'shilaman. Muammo yo'q, lekin 1 daqiqa vaqt ajrating. Balki sizda ishlatilmay yotgan eski Boeing 747 bordir. U kishi aytadi, ha, aslida bu savolga javob berishga majbur emasman, ammo bizda bitta bor. Agar masalan sizning Britaniyangizdagi mijozingiz deylik, British Airways qo'ng'iroq qilib, uni ijaraga olmoqchi bo'lsa, siz uni necha pulga ijaraga berasiz? Biz uni taxminan oyiga 200-300 ming dollarga bergan bo'lar edik. Shunda Branson Boeingni ishontirib, bekor yotgan 747 ni ijaraga olishga muvaffaq bo'ladi. Keyin u Virgin Atlanticga asos soladi va shunday qoidani joriy qiladi. Barcha kelajakdagi reyslar uchun odamlar chipta pullarini oldindan to'laydi. Samolyot aprel oyida uchadi, lekin odamlar fevralda chipta sotib oladi. Yoqilg'i uchun esa faqat samolyot qo'nganidan 30 kun o'tib to'lashni. Ijara to'lovlar ham kechiktirilgan bo'lishini aytadi. Natija: Branson o'z kapitalisiz Virgin Atlanticni yo'lga qo'yadi. Xulosa shuki, agar aviakompaniyani pulsiz ochish mumkin bo'lsa, demak istalgan biznesni ham shunday ochish mumkin bo'ladi. Sizga eng kerak bo'lgan narsa kapital emas, ijodiy fikrlash. 2025-yil uchun yangi biznes g'oyalari bizning kanalda. Obuna bo'ling.